Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve l'akibetu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammedu ve alihi ve ashabihi ecmain. Amma ba'du. Esselamu aleyküm arkadaşlar. Bizim bugünkü dersimiz huruful atbinin 5'incisi em hakkında toxtalamiz. Yani 5'incisi deyishimiz şu İbn Malik'nin Alfiye degan kitabida kelgan tertib bo'yicha atalgan tertib. Bu haqda harfat bo'lgan am haqida musannif rahimahullah mundaq deydi. Wa am bihatib isra hamzati tasviya aw hamzatin an labz ayyin mughniya. Wa rubbama usqitatil hamzatu in kana khafal ma'na bihazbiha umin. Ve binqita'in ve bima'na bel vefat in taku mimma quyyidat bihi khalat. Beytning tercümesi bundaq. Em bilen hamzati tasviyadin keyin kelgan so'zni kin kelganini atbi qiling. Yoki ayyu labzidin bihojat qitqan hamzidan kin kelgan so'zni em bilan atbi qiling. Ba'zida mushu hamza tushib ketadi, tashlanadi. Agar u hamzani tashlash bilan ma'naning maxfiy bo'lib qolishi, ma'naning bilinmay qolib qolishi, mazmunning xafiy gungu bo'lib qolishidan amin bo'linsa. Bal u am yuqorqi qayddan xoli bo'lsa intakun mimma quyat bihi xalat. U am yuqoridagi qaydlardan, yuqoridagi yoki ham ayyumani ham ayyudun bihojat qiluvchi lamz mushu ayyu labzidan bihojat qiluvchi hamzining keyin yoki hamzata tasviyatdan keyin am bilan atb qiling dedik. Bundaq kelmaganda, yani yuqorqi qaydlardan xoli bo'lganda, o am yuqorqi qaydlardan xoli bo'lganda bal ma'nisi bilan va munqatilik ma'nisi bilan harfat bo'lib kifoya qildi. Bu beytdan nima demakchi deganda musannif deydi. Va am bihatib is hamzati tasviya. Siz am bilan hamzati tasviyaning orqasida din keyin am bilan atb qiling deydi. Demak, bu yerda hamza ikkiga bo'linadi. Hamzatu tasviya, hamzatu ta'yin demakchi biz. Hamza tasviya, hamza ta'yin. Endi hamzatu tasviya degan nima desa, hamzatu tasviya deganimiz mushu huruful harfi masdariyalarning qatoridan sanildi va hamzatu tasviya. Yani hamzatu tasviya deb atalishi savaun so'zidan keyin ketgan hamza bo'lganligi uchun shunga hamzatu tasviya deb atalgan. Bu hamzatu tasviya hamza harfi masdariya qatoridan ham sanalgan beşte. Ve shundaqla bu hamzatu tasviya deb atalishi sava so'zidan keyin izchil ishlatilganligi uchun hamzatu tasviya deb kelgan. Musha hamzatu tasviyadan keyin kelgan amni şu am bilan atb qiling. Hamzati tasviyadan keyin kelgan bir so'zga yana bir so'zni atb qilmoqchi bo'lsak, am bilan atb qiling dedi. Endi yoki hamzatin an labz ayyin mughniyadan gap, ayyi labzidan bihojat qiluvchi bo'lgan hamzidan keyin kelgan so'zga yana bir so'zni atb qilmoqchi bo'lsangiz, am bilan atb qiling dedi. Endi ayyi labzidan bihojat qiluvchi bo'lgan hamza deganimiz ayyu hamzati ta'yin demakchi. Shu masalan buni biz misol bilan ko'rib o'tgan vaqtimizda hamza huruful am ikki turli bo'ladi. Am muttasila, am munqati'a deb ikkiga bo'linadi. Am muttasila degan nima? Degani am muttasila deganimiz mushu amdan iborat harfi atbining oldingi narsa o'zidan keyin kelgan ma'tuf bilan muttasil bo'lgan. Yine em muttasil dediğimiz
am harfi to'g'anda, harfi at bo'lganda, ma'tufun alayhi bilan ma'tufning muttasil bo'lgani. Yine ma'tuf bilan ma'tuflarning muttasil bo'lgani nima demoqchi edingiz? İkisining biri yana biridan bir hojat bo'lmaydi. Chuqum amning oldida ma'tuf, amning oldida ma'tufun alay va amdunkin ma'tuf chuqum kelish kerak. Bir ma'tufun alay kelib, ma'tuf kamisi bo'lgan ish yo'q. Chuqum am muttasil bo'lganda, chuqum bu ma'tuf va ma'tufun alay ikkilisi kamisi bo'lmaydigan holatda. Buni am muttasila deymiz. Endi bu am muttasila bo'lgan chaqda bu yerda bunun oldida bir hamza keladi. Bu hamza ikkiga bo'linadi. Hamza hamzat tasviya yoki hamzat ta'yin deb ikkiga bo'linadi. Hamzat tasviya odatda bu mastar qiyos qilingan jumlaning 5 kishisi. Shunga buni biz bayam hamza harfi mastarga deb ataladi deyishimizning sababi shu. Bu ko'pincha vaqtda savo so'zi bilan boshlanganlik uchun shunga tasviya deb atalgan. Masalan, savaun alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Savaun alayhim a anzartahum dediki hamzat tasviya shu. Sening ularni agahlandırışın yoki agahlandırmaslıqın ularga baribir ular iman etmaydi dedik. Bir savaun alayhim xabar muqaddam. A anzartahum an lam tunzirhum mubda'i muakhkhar oldu. Bir hamzat tasviya hem hamzatir mansdariya. Ama a anzartahum deki am huruful atba lam tunzirhum ma'tub anzartahum ma'tufun alay deymiz. Mana bu hamza am muttasila bo'lib hamzati tasviyadan keyin ishlatiladi ma'tufun lay ikkisi birisini muttasil agahlandirish va agahlantirmaslik degan ma'no ikkisi birga kamisi olmaydi. Ikkinchisi hamza va am bilan ta'yin maqsad qilinadigan hamzatul istifhom. Hamzatul istifhom bilan va am bilan ta'yin maqsad qilinadi. Buni hamzatul ta'yin deymiz. Yana bu demakchi bo'lsangiz nima demakchi deganda chuqum buning javobi tayin qilinadi. Mesela ayyuhuma ahsan degan gap kelgan. Muhammad va Ahmad Taliban ayyuhuma mujtahid degan o'xshash ayyu emas bu. Şu ayyi labzidan bihojat qilgan hamza dedik. Chunki ayyu labzi kelmaydi bunda. Khalidun indaka am Khalil. Senin qaşında Khalid barmı yoki Khalil barmı desa javob masalan Khalid deb bo'ladi yoki Khalil bo'ladi. Chuqum birisi tayinlanmasa bo'lmaydi. Buni misharik Khalidun indaka am Khalil deki am hurufi atba Khalil ma'tuf Khalid ma'tufun alayhi hisoblanadi. Buni bu am huruful atb bo'lib keldi. Huruful atbining am muttasil bo'lib kelgan shakli am muttasil bo'lganda am bo'lgan harfat muttasil bo'lib kelganda ya hamza tasviya bilan ishlatildi yoki hamza ta'yin bilan ishlatildi. Endi mushu hamzini o'zining ikkili navi bilan qo'shib tashlab qilib bo'ladi. Hamzini tashlabsak bo'ladi. Va rubbama usqitatil hamzatu dedi. Hamza ba'zi chaqlarda tashlab o'tildi degan gap, o'sha hamzata tasviya tashlab o'tiladi va hamza shu tayin mu tashlab o'tiladi, ikkisi tashlab o'tilib kasimi bo'ladi demakchi. Yani tashlab o'tiladi, qanday chaqda inkana xafal ma'na biyazba umin. Shu hamzani tashlab o'tish bilan ma'na mujmal bo'lib qilishdan xotirjam bo'linsa, shu al-hazfu yajuz iza ulima al-hazfu deyishimizning sababi mana shu. Masalan, hamzati tasviya tashlanganlikning misoli Savaun alal mukhlis fi amalihi raqabahu an-nasu am lam yuraqibuhu fala yukhsir ala fi adaihi. O'zining xizmatiga samimi bo'lguchi odamlarga uni kishilar nazorat qilsin yoki nazorat qilmasin, bunda xizmatiga samimi bo'lgan odamlar baribir ular xizmat o'rindashda yetersizlik qilmaydi dedik. Mishada raqabahun nasu ma'tufun alay lam yuraqibuhu ma'tuf
em huruful et buludu. Nişede hamza taşlangan, hamza tasviye. Ese erakibahun nas em lem yurakibuhu diyen butdi. Bu yerda ishkil navi bilan taşlandı. Çünkü elişip qilish hamza tashlab o'tish bilan elişip qilish aslan mavjud emas. Elişip qilinmaydi. Raqabahu desak bo'ladi. Endi yine şairinin yine bir sözü var. La'amruke ma adri in kuntu dariya bi sab'in ramaynal cemre em bi semani deb kelgan. Nishada sen senin mevcut olab turishing mening qasimimdir. Men bilmaymanki agar sen bilguchi bo'lsang, ular 7 dona 7 taş attı mı ya ki 8'di mi degende bi sab'in ramaynal cemre ev seman desek bi sab'in em bi semanin demekçide hamza mishara taşlangan. Şuna ma'nada erishib qilish maxfiylik bo'lmag'achqa jumla kontekstidan mishara hamzadan taşlanganligi aniq bilingan bo'lg'achqa shunga bu taşlansa bo'laveradi. Endi ikkinchisi biz em muttasil ve em munqati dedik. İkinci tür endi bu em munqati bo'lgandan keyin em munqati bo'lganda bu hamzatu tasviya yoki hamzatu talab, hamzatu ta'yin uning beshida kelmaydi. Emning beshida hamzatu tasviya mi kelmaydi, hamzatu ta'yin mi kelmaydi. Bu joyda em munqati'a deb ataladi. Bu munqati deb ataladi. Çünkü köpünçe mustaqil ikki jumlaning o'tiriga kelganligi uchun şu munqati degan üzülgen degan bo'ladi. Mustaqil ikki jumlaning o'tiriga kelganligi uchun şu em munqati deb atalgan. İkki jumlaning har birisining ma'nosi yana birining ma'nosiga muxolif bo'ladi. Uning ma'nosi köpünçe vaqtda bu emning ma'nosi köpünçe vaqtda izrob ibtali bo'ladi. Em izrob ibtali. Anda em izrob ibtali degan nima deganda ilgirki hükümni emelden kaldırış ve ilgirki hükümün mazmununu nafi qilib, o ilgirki hükümden keyingi bir mazmunga yetkilishni ko'rsatib turadi. Masalan, qaraydigan bo'lsak, va iza tutla alayhim ayatuna bayyinatin qala allazina kafaru lil haqq lamma ja'ahum hadha sihrun mubin. Em yaqulun iftarah. Ula haza sihrun mubin deb bilib em yaqulun iftarah. Mishada mush em bel ma'nosi bilan bel yaqulun iftarah degan ma'noda bo'ladi. Mishada em mustaqil ikki jumlaning o'tirishida o ikkisi qolsa desa haza sihrun mubin bu bir jumla, yaqulun iftarah yana bir jumla, ikki jumla. Yine birisi birinin ma'nosida mustaqil bo'lgan. Mana bu ochiq sehra. Balki ular dediki Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'zi to'qib chiqqan deb 5-ki jumladan mustaqil boshqa bir ma'no bilan o'tirdi keldi. Buni texmi eng rojih ko'z qarash bu yer am munqati'a hurufi atbining qatoridan emas deb qaradigan qarash bor. Ba'zilar hurufi atbining qatoridan deydi, ba'zilar yo'q bu hurufi atbining qatoridan emas bundaq yerda. Chunki 5-ki jumla, 2-ki jumlaning ma'noda bu uzilgachga amdan kin kelgan jumla amning oldingi jumla bilan qat'iy munosabat bo'lmag'achqa ma'no ayrim bo'lg'achqa bu yerga amni biz huruful atb demaslik kerak. Huruful atb demay buni bal am izrob yoki hurufi atbining qatorida emas, bu harfi ibtida mabni ala sukun desak bo'ladi deydi. Mabni masalan haza sihrun mubin deb bo'lib am yaqulun iftarahki amni huruful atba yaqulun iftarahni haza sihrun mubin degan jumlaga atb demay buni ayrim mustaqil bir jumla bo'lgandan am bu yerda huruful ibtida mabni ala sukun la mahalla min al-i'rab li'annahu harf yaqulun iftarah ayrim bir jumlada bunda qarasak bo'ladi degan qarash buni sal kuchlik. Mana bu amninki huruful atb bo'lib ishlatilgan o'rinlari.
Hem de huruf etbelerinin katarıdın altıncısı ev. Ev huruf etbe. Bu hakta musannif mındaqdaydı. Hayır ebih kassim bi ev ve ebihim veşkuk ve izrabun biha eyzen numi ve rubbama akabetil vave iza lem yulbizun nutqi lilebsin munpeza. Musannif rahimahullah mındaqdaydı. Hurufe etbe olan ev bilen hayır, tahyir, ihtiyar manasını ifade eden ebih ya ki mubah manasını ifade eden ev kassim ya ki taksim manasını ifade eden ev ebihim ya ki mübehem manasını mücmel mübehemlik manasını ifade eden ev veşkuk ya ki şek manasını ifade eden ve izrabun biha eyzen numi ve o ev bilen izrab manası mı hem evge nispet verildi. İzrab manası mı bu evge nispet verildi ki ev bilen izrab manası mı hem ifadelendi. Ve rubbima akabetil vav iza. Bazı da bu ev vunun onu da vuğu izbasar olap kilidu. Eğer sözlü güçde ilişip kılış hasıl bu olmasa. Bunu ve izâ lem yulbizun nutqi lillebsi munpeza. Muşun sözlük için mutakellim ilişip kılışka bir mücmellikke bu vu'nun bu ev vu'manistı mı ya evmanistı mı ilişip kılışka bir yol tapmasa ilişip katkan mücmellik hasıl kıpsamasa sözlük için bu çağda muşunu sözlep nima qilg'uchi yoki o'quvchi ya buni tushunguvchilar buni boshqa kishilar bundan bir elishib qilish hosil tepsamasa bu chog'da ev vo ma'nosida kelgan ahvol bu. Ev kelib vo ma'nosida ifodalab beradi deydi. Unda bo'lsa demak bu ev bu yerda 6 xil ma'noda keldi ekan. Birincisi tahyir ma'nosida ve ibahat, mubah ma'nosida. Tahyir ve mubah ma'nosini ifodalab kelish uchun cho'qim evning oldida emirga dalolat qilgan bir siyg'a kelgan bo'lishi kerak. Evning oldida cho'qim pila emri kelish kerak. Emir ma'nosini bildiradigan bir so'z kelish kerak. Masalan, tazawwaj habsa aw ukhtaha. Sen habsiga to'y qil yoki uning qiz bir tuqqunga desak mishalki ev tahyir uchun kelgan ixtiyor. Hapsiga to'y qilsangiz bo'ladi yoki hapsining singlisi yoki uning bir tuqqunga to'y qilsangiz bo'ladi ixtiyor. Bu yerda ixtiyorlik ma'nosi bor. Ammo va endi mubahamlik ma'nosini bildiradi. Bu chog'dimi mubahamlik ibahat, mubahamlik emas ibobat, ruxsat ma'nosini ifodalaydi, ibahat ma'nosini. İbahat ma'nosini ifodalab bergan chaqda bu vaqtda cho'qim evning oldida buyruq ma'nosini bildiradigan so'zga asudi. Masalan, iqra'in nahva awil balagha. Sen nahvu o'qig'in yoki balog'at o'qig'in desak, bu yerda ibahat ma'nosini ifodalab berdi. Mubah ma'nosini ifodalab berdi. Nahvu o'qisin bo'ladi, balog'at o'qisin bo'ladi va yoki ikkilisini o'qisin bo'ladi. Anda bo'lsa, bu yerda tahyir bilan ibahatning o'tizga farq nima? İxtiyorni evning ixtiyor ma'nosida ixtiyorni ifodalash ma'nosi bilan ibahat ruxsat ma'nosini ifodalashning o'tizga farq ne? Mal farq bayna tahyir val ibaha. Ibahat bilan tahyirning o'tizga farq nima desa, javazul jam'i baynal mutaatifayni fil ibahati duna tahyir degan bo'ldi. Yana tahyirda ma'tuflarning o'tini jug'lig'i olmaydi. Masalan, tazawwaj habsa va aw ukhtuhada aw tahyir uchun keldi. Hem habsini asa, habsini hem habsining qiz bir tuqqani ikki bir tuqqani bir nikahda jug'lig'i olmaydi. Shuni bu yerda bu avni tahyir uchun kelgan deymiz, ibahat uchun kelgan degili olmaydi. Ammo ibahat uchun kelgan chaqda ma'tuf bilan ma'tuflarni ikkisini jug'lig'i bo'ladi. Masalan, nahv o'qig'in yoki balog'at o'qig'in esa nahv o'qish ruxsat, balog'at o'qish ruxsat
ikkilisini o'qisimi bo'laverdi. Shunga ibohatda ma'tuf bilan ma'tuf laylan ikkisini o'tirib jug'lashtirish, ammo tahrirda ya ma'tuf laylan bo'ladi. Ikkisining birini tanlaydi. Tanlash ma'nosi ifodalagan joyda yana birini anaqa tanlash huquqi bo'lmaydi. Ikkisini o'tirib jug'lig'i bo'lmaydi. Endi uchinchi taqsim ma'nosida kelgandichu. Biz bu yerda umum ma'nosida av yatxil ma'nosida ishlatildi. Taqsim ma'nosida kelganda yani turi taqsim deganimiz taqsimat uyg'urildagi taqsimat ma'nosi yoki bayonul anva turlarni bayon qilish. Masalan, al-kalimatu ismun aw fi'lun aw harfun dedik. Kalima ism bo'ladi yoki fe'l bo'ladi yoki harf bo'ladi desak, yerga aw bu yerda aw bu yerda ibohat uchun kelgan desak digillamdi bo'lmaydi. İsmi tahir uchun kelgan desak, misal avni kalima ism butu andin ism bo'lsin yoki fil bo'lsin yoki harf bo'lsin degil olmaydi. Yani taqsimat kiruvchi. Kalima 3 qism demakdir. Al kalimatu salasatu aqsam, ismun aw fi'lun aw harfun deb taqsimat ma'nosida kelgan bo'ladi. To'rtinchisi ibham. Mutakallimning muxotabga bir xil mubahamlikni, mujmallikni ifoda edishi. Ammo shu shart bilanki av cho'qim jumla xabariya bilan boshlangan bo'lsa bo'ladi. Bunda av jumla xabariya bilan boshlansin deymiz. Masalan, hadara salihun aw aliyun. Salih keldi yoki Ali keldi. Mutakallim dedi muxotabga hadara salih aw ali. Salih keldi ya Ali keldi. İkisining birisi keldi. Salih yoki Ali ikkisining birisi keldi. Ammo qaz kelganligi mübaham. Siz mishara kagüchining ikkisining biriniki bilasiz. Ammo kagüchining ikkisining birisi kelganligi aniq, lekin qaz kelganligi aniq emas. Bu chaqda masalan bir so'zliguchi hadra salihun aw aliyun deb shuni so'zlagan odam ikkisining birining kelganini biladi. Ali ikkisining birisi keldi deymiz, lekin samiqqa mübahamlik maqsad qilingan. Chuqum Ali yoki Salih keldi demaymiz bu yerda. Ikkisining birisining kelganligi aniq, lekin qasining kelganligi aniq emas. Shuning buni ibaham mübahamlik uchun keldi deymiz. Maqsad ammo o'zi buni so'z qilguvchi odam chuqum kimning kelganligini biladi. Kelguchining Ali mush gapni men desam, Salih keldi yoki Ali keldi desam, men bilaman kimning kelganligini, lekin so'zni anglag'uvchi odamga mujmal qilib qo'ymoqchiman buni. Maqsad mushcha chaqda keltirilgan avni ibaham uchun kelgan deymiz. Masalan, Qur'onga ba'zi oyatlar qarasak, va inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin. Biz yoki sizlar albatta hidoyat ustida yoki ro'shan azg'unlikda ikkining birida dedi. Biz yoki sizlar dedi. Maqsad Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'zining hidoyat ekanligini aniq biladi. Bilib turib biz yoki sizlar deyishi mushriklarga, boshqalarga o gapni mübham qilish maqsad qilingan deymiz. Endi 5-incisi av shak ma'nosini ifodalab keladi. Ya'ni mutakallim hukmda ma'lum shaklanganligini ifodalaydi. Ya'ni bu cho'qim av bu jumla xabariya bilan boshlangan bo'lish kerak. Ammo mutakallim buningda ikki odamning cho'qim, masalan biz hazara Salih aw Ali desak, mutakallim ikkining Salih keldi yoki Ali keldi debdim. Men desam hadara Salih aw Ali dedim. Agar ikkining Salihning kelganligi ya Alining kelganligining aniq kimning kelganligini bilib turib desam bu gapni, bu chaqda bu yerga aw ibham uchun bo'lgan bo'ladi. Yo'q, men bir odamning kelganligini bildim, lekin kelguchining Salih ya Ali ekanligini kimligini bilmagan bo'lsam, kelganligi aniq, lekin kimning kelganligi menga mujmal bo'lgan chaqda degan bo'lsam, bu jumlani bu chaqda bu aw bu yerda shak uchun kelgan bo'ladi. Endi 6-cı ma'nosi uning izrob ma'nosi bor deydi. Izrob. Izrobdan maqsad izrob ibtali. Izrob degan burilish degan ma'noni bildirsa, ibtal
Nafyul mazmun, cümlenin mazmununu nafi qilish. Yani ilgir hükümni baka chiqilish, ilgir hükümün mazmununu nafi qilib, uningdan asho avdin keyin kelgan yangi bir hükümge yo'tkilish. Masalan, endi asharatu duyub, menda 10 da, mening qishimda 10 mehmon bor. Av zadu salasi, yoki ular 3 ortiq dedi. 10 yoki uningdan ular 3 ziyoda dedi. Bel avni ishlatdim ishada. Mana bu 10dan av yoki ular 3dan ziyoda dedi. Av salasi. Mening qishimda endi salasat duyub, menda 10 mehmon bor dedi. Mening qishimda 10 mehmon. Av zadu salasan yoki ular 3dan ziyoda dedi. Yuqoridagi 5 ga 10 degan hukmni nafi qilib, uni baka qilib, yoki ular 3dan ziyoda deb, ish qilib 10 bo'lmasmi 3dan ko'p degan bir hukmga yo'tkalganligini bildirdi. Balki ular 3dan ziyoda demakchi. Endi 7-chi bir ma'nosi bu av mushu ma'tu av mishada ba'zi ma'tuf bilan ma'tuflarning o'rtasida mutlaq jam'i ma'nosini ifodalab beradi. Yine 7-chi ma'nosi av va ma'nosi bilan ifodalanadi. Va ma'nosini bildirib keladi demakchi. Xuddi harfat bo'lgan vodimi ma'tuf bilan ma'tuflarning mutlaq jamlashganligini, mutlaq jam'i ma'nosini bildirib kelamdi. Avmi mutlaq jam'i ma'nosini bildirib kelgan ahvol bor. Masalan, bunga misol ko'rsak, usbut uhudu fama alayka illa nabiyyun aw siddiqun aw shahidan. Ey Uhud, tarvanmay jimtu. Fama alayka illa, sening ustunda faqat payg'ambar bor. Aw siddiq aw shahidan. Sening ustunda payg'ambar va siddiq Abu Bakr va 2 dona shahid Umar va Osman bor demakchi. Mishada illa nabiyyun aw siddiqun aw shahidan demakchi. Din aw mishada va ma'nosidan kelgan. Bu hadis yana bir yerda va ma'nosidan fama alayka illa nabiyyun va siddiqun va shahidan deb kelgan yermi ham bor. Mishadagi avni va ma'nosida deymiz. Jami bu yerda Rasululloh to'rtlarni maqsad qilgan. O'zini va Abu Bakr Siddiqni, Osman va Umar radhiyallohu anhu maqsad qilingan. Buni shunga o'xshash bu yerda av va ma'nosidan kelgan ahvollar bor demakchi. Bunu bu avning ma'nolaridan bir ma'no. Endi immaning ba'zi harfat, biz immani maktabda harfat deb qaramadik. İmma ba'zida av harfat bo'lgan av ma'nosi bilan ishlatiladigan ahvol bor. Bu haqda to'xtalib o'tamiz. Wa mislu aw fil qasd imma saniya fi nahwi imma zi va imma na'iya. Aw imma ikkinchi imma ma'noda avga o'xshaydi. Imma zi va imma na'iya deganning o'xshida. Bu imma huruful atba emas, ammo bu imma ma'noda harfat bo'lgan avga o'xshash demakchi. Bu yerda imma saniya deb keldi. Ikkinchi imma degan gapdan birinchi imma degan bir immomi bor. İmma zi ve imma na'iya. Yoki bu va yoki avu demakchi. Yoki bu va yoki avu na'iya. Ba'id ma'nosida avu demakchi. Endi mishada birinchi immoning gapi emas va imma na'iya ikkinchi immoning gapi. Demak, imma o'zining o'xshi bo'lgan bir immo bilan boshlanib keladi. Masalan, a'tini imma kitabat tafsir va imma kitabal fiqh. Mana siz tafsir kitabını biring ve yoki fiqh kitabını biring degan o'xshash. Demak, ulamo barcha grammatikashunos ulamolarning ko'z qarashida mayli imma zi va imma na'iya bo'lsin yoki a'tini imma kitabat tafsir va imma kitabal fiqh bo'lsin, birinchi immoning harfi atba emasligida ixtilof yo'q. Bir hammasi harfi atba emas deb qaraydi. Balki o birinchisi bu harfi tafsil deb qaraydi. Yine amil bilan
amilning ma'mulning o'tirisiga kelgan harf tafsil deb qaraymiz. Chunki buni harfat deyilgili beşte ma'tufun alay bilan boshlanib kelmaydi. Ammo o immadan kin kelgani uchun o birinchi harf tafsil olib keldi. Masalan, a'atini imma kitabat tafsir ve imma kitabel fiqhda mushu imma yani harf tafsil, harf atpamaz. Ama immadan kin kelgani uchun amil taqazzosiga asosan yani kitabat tafsir a'atining ikkinchi maf'ulun bih deb qaraladi. Demek birinci immadan kin kelgan narsa amil taqazzosiga asosan ya maf'ulun bih oludu, ya hal oludu, yoki xabar oludu, yoki undan boshqa bir narsalar oludu. Ya fa'il oludu. Mesela safara imma Muhammed ve imma Ali deganga o'xshash. Yani ya Muhammed ve ya Ali safar qilsak ve imma Muhammed ki Muhammed fa'il oludu. Mef'ulun bihi o'g'ayadirin ba, holat o'g'ayadirin ba. Inna hadaynahu sabil imma shakiran ve imma kafura da holat olib kelganga o'xshash va hokazo. Ammo ikkinchi imma nim bo'ladi desa, bu ikkinchi imma masalasiga kelsak, ikkinchi imma avga o'xshaydi. Ma'noda yuqorqi av 5 xil ma'no ifodaladi-mi? Avning shu 7 xil ma'nodan 5 xil ma'no. Av va ma'nosida va izrob ma'nosida kelgan ma'ikida emas. Bundan başka tahyir, ibahat, ibham, taksim ve şektin ibaret 5 manadan bir manada imma evga o'xshash ma'na bildirib keladi deymiz. Tahyir ma'nosini bildirib keladi, ibahat ma'nosini bildirib keladi. Masalan, ibahat ma'nosini qarasak jalis immel fuqaha ve immet nuhat dedik. Sen fuqahalar bilan o'ltirish qil yoki nahviylar bilan o'ltirish qilgin deganga o'xshash. Imma fuqaha va imma. Taqsim ma'nosida al-ismu imma jamidun va imma mushtaqun deganga o'xshash. Buni yerda imma taqsim ma'nosida keldi. Ve shak ma'nosida va ibham ma'nosida safara imma Xolid va imma Isam. Ya shak ma'nosida keldi ya mübaham ma'nosida keldi. Xolid safar qildi va yoki Isam safar qildi desak, mishada shak ma'nosida deganimiz ikkining qay safar qilgani iliq so'z qilguvchining zihnida, ammo qasning safar qilganligi aniq emas bo'lsa shak. Ammo mübaham ma'nosida bo'lganda kimning safar qilganligi aniq, lekin muxotabga müjmallashtirish maqsad qilingan bo'lsa, ibham ma'nosida kelgan bo'ladi. Ammo izrob yoki vav ma'nosidan kelmaydi dedik. Shunga bu imma odatda shu 5 xil ma'noda maqsad misli av fil qasd imma saniya degan ana shu. Ikkinchi imma ma'noda avga o'xshash deganimiz mana shu. Endi bu imma huruful atbmi emasmi deganda, bu imma huruful atba emas. Imma huruful atba emas. Birinchi immaga harf atba emaskan, ikkinchi imma huruful atba emas. Nima ish desa, o davomli huruful atba bo'lgan vadinkin fasilsiz kelganligi uchun va imma deb kelganligi uchun bu harf atba bo'lgan vodinkin davomli kelganligi uchun harf atba emas. Çünkü harf atbi harf atbining başına kirmaydi. Onda o'zima desa harf tafsil deymiz buni. Harf tafsil deb qaraymiz. Shunga bu yerda a'tini imma kitabat tafsir va imma kitabal fiqh desak, birinchisi biz bu yerda birinchi imma harf tafsil, kitabal fiqh immaga kitabat tafsir immani a'tining ikkinchi maf'ulun bih bo'ladi. Ve immadaki va harfat bi kitabel fiqh ma'tub kitabat tafsir ma'tubna imma harf tafsir. Undan başka mushkil qarashdi, lekin bundan başka xil i'robda qarashtirma bormisi bor. Başqacha hatta ba'zilar başqacha qarashdan bo'lgan eng mushkili bo'lmagan, ixtilof bo'lmagan raqi mana shu. Endi huruf atbilarning qatoridan 7-si lakin ve 8-si la
Hazır bizim bu beytte harfat bilen lakin ve la hakkında toxturimiz. Endi musannif bu haqda mundaq deydi. Ve evli lakin nefyen ev nehya ve la nidaan ev emren ev isbaten telah. Lakinga nefini yoki nahiyni ilgiri qiling. Lakin hurufi atfi bo'lganda, lakinning beshida nafi ilgiri bo'lib kelsin yoki nahiy ilgiri bo'lib kelsin. Ve laga nidani yoki emrini yoki isbatni musbat cümleni laga ilgiri qiling. ولا نداء أو أمرا أو إثباتا. Yani la nidaga ya ki emriga ya isbatga tala yandışıp kilido aşınga agişip kilido diyen buldu. Lakinning beşida evli lakin nefyen ev nehya. Lakinning aldıda nefi cümle nefi ya ki nehi cümle kelsin. Ama la'nın aldıda nida kelsin, yoki emir kelsin, yoki musbat so'zlar kelsin onun aldıda demekçi. Muşunda vaqtki lakinning hurufal at bo'lib kelgan yerini ko'rmoqchi biz. Yani biz hurufal atni 5ta 2 qismga bo'lgan, mau ikkinchi qismi shakli. Endi lakinning ma'nosi men lakin ma'nosi istidrak. Uyg'urchadagi lekin degan ma'noda burilish ma'nosini ifodalab beradi. Bu lakin odatda mushu har davom hurufi atfi bo'lsa-mu mushu burilish ma'nosini ifodalaydi. Hurufi atfi bo'lmay kelgan chaqda burilish ma'nosini ifodalaydi. Unda bo'lsa lakinning harfat bo'lib qayirmi ba, hurufi atfi bo'lmay keldi qayirmi ba degan gap chiqadi. Lekin hurufil atf bo'ladi. 3 shart bilan lakin huruf atf bo'ladi. Birinchisi lakindan keyin cho'qim mufrat kelgan bo'lish kerak. Lakindan keyin kelgan ma'tuf mufrat bo'lsin, jumla bo'lmasin. Ikkinchisi lakin beshida cho'qim nafi yoki nahi bilan boshlansin. Lakinning beshida nafi yoki nahi vasitasi kelgan gap, lakin nafi jumla yoki nahi jumladan keyin kelsin. Uchinchisi lakinga va qo'shilib qolmasin. Lakinga va qo'shilib qolsa, va lakin deb kelsa hurufal atf emas. Lakindan keyin jumla kelsa hurufal atf emas. Lakinning oldin nafiy nahi jumla kelmasa andin harf atf emas. Va qo'shilib qolsa hurufal atf emas. Masalan, ma ja'a zayfu lakin ibnahu. Mehman kamidi lekin onun oğlu keldi desek, mishada lakin huruful atf. Nimishqa lakindan keyin birinchi shart mufrat ibn hurgan mufrat keldi, ikkinchisi beshta nafi keldi, uchinchisi va lakin deb kamidi, shunga o'xshash. La tukrim Xalidan aw Aliya. Sen Xalidni hurmatlamagin, lekin Alini hurmatligin deganga o'xshash. Agar lakindan keyin nima kelib qolsa, jumla kelib qolsa, bu çağda bu harfat bo'lmaydi. Mesela ma qara'atul hadis lakin qara'atut tafsir. Men hadis o'qimadim, lekin tafsir o'qidim debdi. Nafi kelgan bilan bu yerda nafi kiptigo degan bilan voy 5 ta bayam lakinning 5 ta nafi vasiya nahi vasiya kelsa harfat degan bilan yana bir shart topilmadiki, lakindan keyin nima kelsin? 3 shartning 2 shart topildi. Lakinning oldida nafi kelsin degan nafi keldi. Lakinga vo qo'shalmasin degan vo qo'shalmadi. Ammo mufrat kelsin desak jumla kelib qoldi. Ma qara'atul hadisa lakin qara'atut tafsirda. Şunu bir yerde lakin nima emas, huruful atf emas. Yoki nafi nahi vasi kam yaptı. El kitabu sagirun lakin naf'uhu azimun. Kitap kichik, lekin foydasi büyük deganga o'xshash. Endi bunda chaqlar nima bo'ladi demasa, ma qara'atul hadis lakin qara'atut tafsirga o'xshash.
El kitabı sagirun lakin neb'uhu azimun o'xshash yerlardan lakinni urupul atbi demasek nima deymiz desa lakin harfi ibtida ve istidrak la atibe. Yine muşulla lakin harfi ibtida yeni bir cümlenin başlanganlığını, müstakil bir cümlenin başlanganlığını bildirdi ve buruluş manasını bildirdi. Harfi atbi emas. Onundan kin kelgan cümle musta'nife oldu, müstakil yeni cümle hesaplandı. Eğer o lakinga o'qishilab qolsa-chu, uçaqdimi bu ham harfi ibtida oldu. Uçaqdimi harfi atbi bo'lmaydi. Masalan, ma kana Muhammedun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah ve khatamen nebiyyin ve ma kana Allahu bi kulli şeyin alima. İşte velakin Muhammed Aleyhisselam sizlar erlarning birasining dadasi emas, lekin u Allah'ın elçisi, peygamberlerinin tügencisi, Allah hamma narsani bilguvchi desak, mishalki harfi atbi lakin harfi atbi emas. Lakin harfi ibtida. Bu yerda Rasula tashlangan qonunning nimasi bo'ladi? Xabar bo'ladi. Ma kana Muhammad aba ahadin min rijalikum ve kana Resulullah. O Allah'ın elçisi. Taştan ismi bilen kuşlap taş. Ve kana Muhammedun Resulullah. Ve kana Muhammed. Velakin kana Muhammedun Resulullah degan bo'ldi. Şu mishada o kelgankin lakinni harf ibtida ve harf atbi deymiz. Taşlangan cümlege atib kelgan lakin bu yerda o bilan kelib qolganligi uchun harfi atbi emas deb qaraldi. Endi harfi atbilarning 8-incisi la. Lamu ma'tufdan bir hukmni nafiy qilishni ifodalab berdi. La hukmni o'zidan kelgan ma'tuf, o'zining oldida kelgan ma'tufun alay deymiz. O'zining oldidagi ma'tufun o'zidan kelgan ma'tufdan hukmni nafiy qilamiz. Ve o hüküm ma'tufun alaydilam to'xtaydi. Hükümni faqat ma'tufun alayda to'xtadi, ma'tufda tin alayda inkar. Mesela nazajal bittih lal inabu. Tavuz pişti, üzüm pişmedi degan bu. Üzüm emas dedik bu mishada la pishish degan hükümni oldirki ma'tufun alay bo'lgan bittihga isbotladi. Inabdan iborat o'zinkidagi ma'tufdan nafiy qildi. Endi bayon degan biz buningda cho'qim ya nida kelsin yoki amr kelsin, isbot kelsin degan mening bayon keltirgan isbot jumla nahiy kelsin bo'ldi. Ya nima amr kelsin bo'ldi, nida kelsin bo'ldi. Masalan ya Xalidu la amru. Ey Halid emas, emri emas. İşte çağırılış kimga isbotlandı? Halidga nimadan nafiy qilindi? Emirdan nafiy qilindi. Uni bu nido bilan boshlangan. A'tini al-qalama, a'tini al-kitaba lal qalama. Man kitobni ba, qalamni emas. Birleştin ibaret hüküm kitap ispatlandı, kalemden nafiy qilindi, ma'tufdan hüküm nafiy qilindi, ma'tufdan aligi ispatlandı. El-mustaqim mutmainnun lal asi. To'g'ri yo'lda mangan odam xotirjam bo'lguchi emas asi. Asi odam hargiz xotirjam bo'lmaydi desak, ana mishada al-asi xotirjam bo'lish asidan nafiy qilindi, mustaqim to'g'ri yo'lda mangan odamga isbotlandı. Eğer endi ladin keyin cümle kelib qolsa, bu chaqda bu la huruful atb emas, harfi nafiy bo'lib, u ladin keyin kelgan cümle mustaqil cümle hisoblanadi. Masalan, tusanul mamalik bil juyush vel a'mal la tusanu bil khutab vel amal. Padişahlıklar askerler bilen ve emeller bilen saklanıdı.
Hutbu nutuklar bilen, kuruq arzular bilen saklanmaydı o desek, la tusanikillah, mana bu yerde bu harfi nefi bulup üzdünkini kelgeni müstakil cümle, bu yerde harfi et bulup ekenmeydi. Harfi et bo'lmez. Harfi et bo'lganda çokum onunkin mufrat kelsin degan bu cümle geldi. Endi harfet bilanın 9'uncusi bel. Musannif rahimahullah bel hakkında mındaq deydi. Ve bel kelakin ba'de mashubeyha kelem ekun min merba'in lem teyha. Venkul biha lissani hükmel evveli fil haberil musbeti vel emril celi. Harfet bilanın 9'uncusi bel. Belmi urfet buluşta bu çokum bel mufretke kirişi şart etildi. Onun manisi, belnin manisi şu üzünün aldığı cümlenin manisi bilen muhtelif buludu. Beldinkini kelgen cümle, belnin aldığı cümle mana cihati muhtelif buludu. Ama bu harfet buluşta mufretke kirisi buludu. Endi bel hurufeli et bo'lganda onun beşiga şu beldinkin mufretki kirisun, beldinkin mufret söz kelsindik. Bilen endi bunun da tüvenlik ahvallar buludu harfet bo'lganda. Agar belning oldida nafi cümle yoki nahi cümle kelgan bo'lsa, bel ilgirki hukmni qaror oldirishni isbotlaydi. Va kinki hukm kinkisining ilgirki hukmning qaror elishini kinki hükümünün şu nakizini ispatlaydı. Mesela maca'a zeybu bel ibnuhu. Maca'a zeyb bel. Mihman kamidi belki onun oğlu. Mesela bel mihmanın kilişini nefi kıldı. Ve muşi nepinin ziddini ispatladı. O ispatlaş olsa kilişinin oğlu ispatlaş. Şuna mihman kamidi belki onun oğlu geldi. Maca'a Muhammedun bel ibnuhu. Muhammed kamidi belki onun oğlu geldi desek ilgi hükümünün kararını ifadelep biridu ve üzdün kin kelgen isimga ilgiri hükümünün nakizini ispatlaydı dedik. Endi Muhammed kamidi degan hükümni kamiganlikni qaror oldirish bilan birga ilgiri hükümünün naqizi qasidi kilishdi, uning naqizi bo'lgan kilishni üzdün kin kelgen ma'tub ispatlab berdi. Balki uning o'g'li Muhammadning o'g'li keldi. Muhammad kamidi degan hükümni qaror oldirish bilan birga belki onun oğlu geldi de bunu ispatlap keltirdi. Mana bu onun nafi yoki nahi ilgiri olab kelgan chaqda. Agar onunga endi shu belning beshiga musbat kalam kelsa, bunda nafi yoki nahi kami yoki uchuq amri kelsa, talab so'z kelsa, uçadı bu ilgiri hükümden izrab. İlgiri hükümden yötkülüşünü ifadelep berdi ve ilgiri hükümden terk etişini ifadelep berdi. Ve yüzden kinki bir hükümge yötkülüşünü ifadeleydi. Mesela uçadı demek belnin aldıda nefi ya nehi kelse bel ya da şu ilgiri hükümden kararını ifadelep kinki hüküm ilgiri hükümden nakizini kendine ispatladı. Belki de. Ama izrab manisi yok bu çağda. İzrab manisi yok. Ama belnin aldıda musbet kalam kelse, maca'a goxshi nefi kalam kemi. Ya ki uçuk emri kip qalsa izrab budu. Beli izrab buludu. Beli izrab ibtali degan goxshi. Uca mesela iştiraytu kitaben bel kalemen. Ekrim Haliden bel aliyen. Ben kitap setib aldım. Belki kalem setib aldım. Bunu ya da kitap setib alganlik hem kalem setib alganlikni bildirmeydi.
Bel hurpet ve kalem ma'atib kitaben ma'atib ile yoğun bilen bel bir yerde kandak ma'anını bildirirsin. Bel kitapını setuamağallığını belki kalem setuamağallığını bildirirdi. Halid'in hürmetle belki elini. Halid'in hürmetliğini yapılıp belki elini de. O Halid'in hürmetliğine koyup koy, onu terk etkin, elin hürmetliğini. İşteraytu kitaben bel kalemini. Kitap setu aldım. Belki ya kitap ne setu almadım, kalem ne setu aldım diyen bulur. Şuna, mana bu beldinkin cümle kelgen çağda, beldinkin mufret isim kelgende, belden haripet bulab, kelgen ahvalını gösterdi. Eğer şuna beldinkin mufret kelgen de, belden aldığın söz nepi nehi olsa, adette bu ilgir hükümünün karar aldırışını ifadelep, keynedeki ma'tufqa ilgir hükümünün nekizini ispatledi. Ama belnin aldıda, ne bolsa, belnin aldıda nepi yapalım musbat veya ki uçuk Amerika'sa izrab manası ispatledi. Hem de beldinkin cümle kip qasçu. Beldinkin cümle kase bel huruful etbe emes belku mutlak izrab üçün kelgen bulup bel harfi ibtida lil izrab deymiz. Buruluş manası kelgen harfi ibtida deymiz. Onunkin kelgen nase izrab. Endi izrab butken o bel izrab ibtali buludu. Bel izrab ibtali. Ya ki bel izrab intiqali buludu. Onda o izrab bel izrab işki bilingen bel izrab ibtali bel izrab intiqali. Bel izrab ibtali degen nima desa ilgirki hükümni bütünley batıl kılıp ilgir hükümni inkar kılıp ilgir hüküm belnin aldığın hüküm bütünley inkar kılındı. İnkar kılıp yeni bir hükümge yetkilidi. Ama bel izrab intiqali olsa ilgir hüküm şu peti qap kılıp bilek bir hükümge yetkilidi. Mesela ve qalu ittehazar rahmanu veleda subhane bel ibadun mukramun degan o'xshash. Mana bu yerda bel izrab ibtali bo'ladi. Ular dediki Rahman Taalaning balasi bor dedi. Biz Allah subhanahu wa taolani bundaq gaplarni pak munazzahda paklaymiz, balki ular hurmatlik bandilardir deb yeni bir beşki gapni inkar qilib Rahman Taalaning balasi bor degan gapni inkar qilib uni rad qilib uni batil qilib yeni bir hukmga o firishtalar Allah'ın mehribon bandilari ekanligini isbotlab beradi. Yoki bel intiqali bo'ladi. Intiqali degan nima desa, bir g'arazdan bir g'arazga mujarrad yetkilish. Belning oldidagi hukmni nafi qilib, uni yo'qqa chiqarib o'tib turib bir hukmga yetkilish emas, belning oldidagi asli hukm, belning oldida isbotlangan hukm shu paytda qilib bilak bir g'arazga, ya'ni shaxtdan shaxtga yetkilish deganda g'arazdan g'arazga yetkilish. Şunu bu bel izrab intiqali deganimiz al intiqal min g'arazin ila g'araz. G'arazdan g'arazga yetkilish bo'ladi. Masalan, qad aflaha man tazakka va zakara isma rabbih fasalla bal tu'siruna al hayata ad-dunya. Debulab bunu bu yerda bel izrab intiqali bo'ladi. Bu yerda o'zini paklagan adam najot topdi. U Rabbinin ismini aslidi, pasallan namaz okudu deb bo'lib, bel tu'sirunal hayatad dunya deb 5ta ma belning oldida ahli jannati bo'lgan kishilarning gapi qilinib, ya'ni mu'minlarning bel tu'sirunal hayatad dunya deb miyada kafirlarning gapi o'tib ketdi. Bu yerdagi bel izrab ibtal intiqali ibtali bo'lsak desak, bu chaqda belni bel izrab ibtali dedik biz o vaqtda qad ablaha man tazak o'zini paklagan kishining nijot topitqanligidan iborat, nijot topqanligidan iborat hukmni bekor qilish lozim keladi. Ammo bel izrab intiqali bo'lsa, u o'zini paklagan kishilarning, o'z nafsini paklagan kishilarning nijot topitqanligi u hukm shu paytda isbotlanib, yangidan bir hukmga yetkilimizki bel tu'sirunal hayatad dunya. Ular hayoti dunyoni yuqori ko'radi. Ular oxiratdan bu dunyoni a'lo biladi deb kafirlarning ahvoli bayon qilinishga o'tib kirdi. Bu bir g'arazdan bir g'arazga yetkilish deymiz. Buni bu xil belni bel izrob intiqoli deb ataymiz.
Endi mana bu bizning dersimiz hazır. Şu hurufi atbilarni 9 tane harflarni tafsili birma-birlab tushuntirilish ilib berilib bo'ldi. Endi keyingi dersimiz şu harf atbilar bilan yani başka bir narsa atbi qilinganda qanday atbi qilinadi, zimriga atbi qilinganda qanday qilinadi degandek hukmlar haqida to'xtalamiz. Yana tahi huruful atbininki 9 huruf atbining tafsila tushuntirilish tugagan bo'lsa-mu, endi şu harf atbilar bilan ma'tuf ma'tuflarning o'rtasida qanday ahvollar yuz beradi degandek haqida to'xtalamiz. Bugungi dersimiz bu yerda oxirlashdi. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin.